o'kitichi qiyofatiga kirib olgan Xitoy jasuslari. 2025 yılı 6. ayının 23. günü Xalqaralıq Tekşürgücü Muxbirlar Birleşmesi Xitoy o'kitichi qiyofatiga kirib olgan jasuslarni qo'llanib, chet eldagi Xitoyga qarshi tashkilotlarga singib kirmoqda degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Germaniya vatandoshi bo'lgan kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyat olib berayotgan Gojian ismli bir Xitoyning asli Xitoy jasusi ekanligi va Xitoy hukumatining Xitoyga qarshi faoliyat olib berayotgan tashkilotlarga singib kirgan jasuslar orqali chegara halqagan bostirish olib borganligi bayon qilingan. O'tgan yili Germaniya saqchilari Gojianni Xitoyga jasuslik qilgan degan jinoyat bilan qo'lga olganda, uning 2002 yildan buyon Xitoy hukumati uchun jasuslik qilib kelganligini va Yevropa parlamentiga oid maxfiy hujjatlarni o'z ichiga olgan 500 dan ortiq har xil maxfiy hujjatlarni Xitoy hukumatiga yetkazib berganligini o'ttirg'a qo'ygan. Gojian qo'lga ilinganda Demokratik Xitoy Federatsiyasining bosh kotibi bo'lib, u 2017-yili Hindistonning Dharamsalaga berib, Tibet ayollar jamiyatining rahbari, Tibet parlament a'zosi va Dalay Lama bilan ko'rishgan. Tibet taratqullari uni Tibet harakatini qo'llovchilar deb ta'riflagan. Demokratik Xitoy Federatsiyasi 1989 yili 9 ayning 22 kuni Fransiyaning Parijda qurilgan va Kanadani markaz qilgan, butun dunyoda faoliyat olib boradigan siyosiy tashkilot bo'lib, uning Hong Kong, Tayvan, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Tayland va boshqa Yevropa va Osiyo davlatlarida ko'plagan aktiv a'zolari bor. Ularning maqsadi Xitoy Kompartiyasiga qarshi turish va kishilik huquqni qo'llash orqali Xitoyning demokratiyalashishini ilgari surish. Gojian g'arb davlatlari ayblayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi faoliyat olib berayotgan tashkilotlarga so'qinib kirgan ko'plagan Xitoy jasuslarining biri bo'lib, garchi maqolada Gojianning Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur faoliyatchilari bilan uchrashgan yoki uchrashmaganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo bu xabarning Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq bayonotchisi Dilshad Rishitning Shvetsiya doiralari tomonidan Xitoyga jasuslik qilgan degan jinoyat bilan tutilib, 2 oydan keyin o'ttirg'a chiqishi Uyg'urlar orasida balgilik g'ulg'ula qo'zg'agan. Hammaga ma'lum bo'lganidek, muhojiratdagi ko'plagan Uyg'urlar Xitoy hukumatining chegara halqagan bostirishining obyekti bo'layotgan bo'lib, Xitoy hukumati oldi bilan Xitoyga qarshi tashkilotlarga so'qinib kirgan va siyosiy faoliyatchi qiyofatiga kirib olgan jasuslar orqali muhojiratdagi Uyg'ur, Tibet va demokratik Xitoy faoliyatchilarining shaxsiy uchurlarini egallab, andin ularning yurtidagi urug' tuqqanlarini go'ro'ga ilib, ularga yumshoq va qattiq usullar ishlatish orqali texmi ko'p faoliyatchilarni da'vodan voz kechtirishga yoki o'zi uchun xizmat qildirishga urinmoqda. Amerikaning pensiyaga chiqqan axborot amaldori Xitoy jasuslik harakati va taktikasi nomli kitobning avtori Nikolas Eftimiadis mundaq deydi: Xitoy hukumati butun dunyo miqyosida har xil usullarni qo'llanib, o'ziga qarshi faoliyat olib berayotganlarni va o'qituvchilarni yo'qotishga urinyapti. Uchur axborot egallash bo'lsa, bu usullarning biri. Hozirga qadar Amerika, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Turkiya va Avstraliya qatorliq bir qancha davlat yaqinqi yillardan buyon o'qituvchilarni nishon qilgan Xitoyning jasuslik harakatiga chetishlik deb gumon qilgan 10 necha gumondorni tekshirgan bo'lib, ba'zi ahvollarda doiralar jasuslik nishonining qo'lga ilinganligini yoki ularning oila a'zolarining tahdidga uchirganligini bayqagan. Maqolada aytilishicha, o'tgan yili Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Gojianga qartilgan jasuslik aybnomasini Xitoyga tuhmat qilishni maqsad qilgan axborot tashviqoti deb rad qilgan. Wang mundaq degan: "Atalmish Xitoy jasuslarining tahdidi Yevropadagi yangi ish emas. Men shuni ta'kidlaymanki, Xitoy, Yevropa va boshqa barliq davlatlar bilan o'zaro hurmat qilish va bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik asosida hamkorlik o'rnatadi. Xitoy hukumatining muhojiratda o'ziga qarshi faoliyat olib berayotgan tashkilotlar ichiga jasuslarni so'qib ilib kirishi yoki chet ellardagi jasuslarni siyosiy faoliyatchilar qiyofatida harakat qildirishdagi maqsadi yolg'iz uchur axborot egallash bo'lib qolmasdan, eng muhimi muhojiratdagi Uyg'ur, Tibet,
va demokratik Xitoylar ichida psixologik qilayimqonchilik paydo qilib, xalq orasida o'zaro gumon, andisha va vahima paydo qilib, ularni parchalab, o'rtaq bir kuch oldiga kelolmas qilish orqali o'ziga qarshi barliq ovozlarni yo'q qilish. Oxirida umumiy xalqni o'ziga beqindi qilib, hokimiyatini texmo mustahkamlash. Chet elda Xitoyga qarshi faoliyat ilib berayotgan tashkilotlar va faoliyatchilar ichiga so'qinib kirgan Xitoy josuslari da'voga ig'ir ziyonlar ilib kelmoqda. Amaliyotda Xitoy josuslarining da'voga ilib kelgan bevosita ziyonlaridan uning xalq ichida paydo qilgan salbiy ta'siri texmo ig'ir bo'lmoqda. Hozirgacha ichimizda garchi qanchalik josusning borligi to'g'risida aniq bir ma'lumotimiz bo'lmasa-mu, ammo u josuslar yaratgan salbiy ta'sirlar tufaylidan kishilar orasidagi o'zaro ishonch ojizlashib, ko'ngli yoqmagan yoki shaxsiy adovati borlarni Xitoy shpioni deydigan ahvol ig'irlashmoqda. Bu bir yomon sifatlik aylanish bo'lib, uning natijasida Xitoy hukumatı bek ko'p ajr qilmayla xalqni parchalash maqsadiga yetishi mumkin. Maqolada Amerikaning pensiyaga chiqqan axborot amaldori Xitoy josuslik harakati va taktikasi nomli kitobning avtori Nikolas Eftimiadisning so'zini naql keltirib, mundaq degan: Xitoyning chegara halqagan bostirishi muvaffaqiyatli bo'layotgan bo'lib, uning asosli sababi Xitoy hukumatining har xil vositalarni qo'llanib, jamoat orasida qo'rqish va o'zaro ishonmaslik paydo qilganligidir. Bu nuqtada ko'pchilik Uyg'urlarning qarashi farqli bo'lmasi kerak. Chunki hozir ko'rayotgan realligimiz buning kuchli isbotidir.